Shahzod tabrikatlari bo'lamiz. Omonat gapini yetkazmoqchiman. Bir chiroyli gaplari bo'lgan kun ekan bugun aytmoqchigandi. Bugun ayyom. Assalomu alaykum. Mujiki, O'zbekiston. Sizlarning poddershkalaringiz, menga bergan ishonchingiz uchun juda katta rahmat aytaman. Har birini eshitib, sezib turibman. O'zbekiston o'g'loni ekanligimdan faxrlanaman. Bugun 24-oktyabr 26 ga kirdim. Yana onamdan uzoqdaman. Onajon, siz xafa bo'lmang. Bir marta bergan va'damni ustidan Allohning izni va sizning duolaringiz bilan erishdim. Yana va'da beramanki, ota-ona, sizni o'g'lingiz butun dunyoga O'zbekistonning bayrog'ini tanitadi. Onajon, siz xafa bo'lmang. Barcha O'zbekiston mujiklari sizning o'g'lingiz. Mujiklar, duoda bo'linglar. Yaqin kunlarda ozodlikka ko'rishish nasib qilsin. Men sizlar bilanman. Gold 7 marta yiqilsa 8 marta o'rnidan turadi. O'zbekiston, men sizlarni yaxshi ko'raman. Allohning izni bilan janglarda ko'rishguncha O'zbekiston davlati va rahbariyatidan minnatdorman va bizlarga odilona hukm chiqarishiga ishonaman. O'g'lingiz bu chiroyli gaplar yozib olibdi, shuni omonatini yetkazdik. Xolajon, amak. Onajon, do'stlarim nomidan, og'aylar nomidan